Nega do'ppilarimiz to'rtburchak shaklda? Boshimizga moslab chiqarishgami yoki buni modasi shunaqami? Hech qaysi davlatda manimchalik to'rtburchak shakldagi bosh kiyim yo'q. Manimcha beshik va do'ppi sotadiganlar birgalikda ishlashadi. Beshik sotadiganlar bolaning boshini qiyshaytirishadi. Qiyshiq va to'rtburchak boshga to'rtburchak do'ppini do'ppi sotadiganlar sotishadi. Bu birgalikda ishlash deyiladi. Beshikning turgan bitgani zarar. Bokschi zararlimi yoki zararsiz? Boksda boshga ko'p zarbalar tushishi natijasida bosh miyada o'zgarishlar ketadi. Hayot uchun xavfli. Buni hamma biladi. Beshikni boksga nima aloqasi bor? Beshikda bola u yoqdan bu yoqqa chayqalishi natijasida kuchsiz, lekin juda ham ko'p marotaba bosh miya chayqalishi, sotrasyeniyasini oladi. Bir kunlik chayqalishlar hisoblanganda hattoki katta odamni ham nokautga uchratadigan zarbaga aylanadi. Bola beshikda tebranishi natijasida har kuni bitta nokautga teng udar, zarba qabul qilib oladi. Bu holat yoshlikda bilinmasligi mumkin, lekin yillar o'tib o'z ta'sirini ko'rsatadi. Nega kattalar orasida sababsiz bosh og'riqlari juda ham ko'p? Bu holatga beshikning ta'siri bormi yoki yo'qmi? Nega bolalar orasida nevrologik va ortopedik kasalliklar juda ham ko'p? Bu holat ayniqsa beshikdan ko'p foydalanadigan viloyatlar orasida keng tarqalgan.